775 dollardan umra safariga bormoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz videoda oxirigacha ko'ringlar. 775 dollardan qanaqa qilib umra safariga borib kelsalaring bo'ladi. 14 kunlik umra safari standart paketimiz faqat 1 kunga. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, batafsil to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Azizbek Olimjonim. Bugungi videomizda 14 kunlik umra safari haqida gaplashamiz, xudo xohlasa. Qanaqa vaziyatlar, qanaqa gostinitsalar bo'ladi? Oraliq masofasi qanaqa bo'ladi? Necha mahal ovqat beriladi? Qanaqa ziyoratlar, sayohatlar bo'ladi? Barchasini batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. 14 kunlik umra safarimiz bo'ladi, xudo xolasa. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, Makkada xudo xolasa 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madinada gostinitsa oraliq masofasi 200-300 metr atrofida bo'ladi, xudo xolasa yaqin bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi, 2,5 kilometrgacha bo'ladi, xudo xolasa. 5 mahal namozga Makkada avtobuslarimiz qatnaydi, 3 minut 5 minut oralig'ida qatnaydi. Bemalol avtobusga chiqib, borib qatnab, ibodatlar qilib kelsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Gostinitsalarimiz xudo xolasa 4 yulduzli yaxshi sharoitlar bo'ladi. 14 kun mobaynida mutaxassislik boshlarimiz sizlar bilan birgalikda ziyorat sayohatlar qilishadi. O'sha boshida kutib olishadi. Misol Jiddaga qo'nsalaring, Jiddadan yoki Madinaga qo'nsalaring, Madinadan xudo xolasa kutib olishadi. 14 kun mobaynida sizlar bilan birgalikda ziyoratlar qilishadi. Birinchi bo'lib Payg'ambarimiz ravzalardan ziyorat boshlanadi, xudo xolasa. Payg'ambarimiz ravzalardan ziyorat boshlanadi. Xurmo bog'iga ziyoratimiz bo'ladi, xudo xolasa. Qizil dengiz, hop, Muzdalifa, Arafat tog'i, Hiro g'ori, Qubo masjidi, Toyib shaharlariga ziyorat, sayohat, ibodatlarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Toyib shahriga chiqib kelganingdan keyin yana bir marta ehrom baylab turib aka-ukalarimiz, erkak kishilar, ayollar o'zlarining formalari bo'laveradi. Ikkinchi marta o'sha umra amalini qilsalaring bo'ladi. Bitta to'lovasiga ikkinchi marta umra amali. Har bitta ziyoratchimizga, har bitta bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizga bu juda ham qiziqarli tomoni, chunki bir marta to'lov qilib, ikkinchi marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Agar yoshi katta otaxonlar ayollar oladigan bo'lsa, aravacha masalasi, Farg'onadan olib ketsalaring ham samolyot ortiqcha to'lov olmaydi. Bemalol 14 kun foydalanib kelaverasizlar. Agar atdan olsalaring ham 14 kunga sizlarga beriladi, xudo xolasa. Hech qanaqa to'lovsiz bemalol foydalanib qaytib kelayotganlaringda o'sha topshirib kelsalaring bo'ldi. Firma tomonidan bitta to'lov evaziga sizlar qaysi paket olishlaringdan qat'iy nazar beriladigan narsalar bular bejik beriladi, kamzil beriladi va shunday keyin so'mka beriladi. Bunday so'mkamiz beriladi. O'sha zarur narsalarni savolib, dokumentlarni savolsalaring bo'ladi, xudo xolasa, foydali bo'ladi. Qaytib kelayotganlaringlar har bitta ziyoratchimizga xudo xolasa alohida beriladigan narsa 5 litr zamzam suv beriladi, xudo xolasa. Shularni olib kelib uyingizga o'tkazsalaring bo'ladi. Endi mana 775 dollar deganimiz sababi 1 fevral kuni, 26-yil 1 fevral kuni xudo xolasa Namangandan Namangan Jidda primoy reysimiz bor. Standart paket. 1 kun, faqat 1 kun. Vizas bo'lsa 775 dollar, vizas yo'q bo'lsa 875 dollarga bemalol borib ibodatlar qilib kelsalaring bo'ladi. Standart plus paket o'zi 1100-1200 dollarlik paket. To'g'risi. Faqat 1 kunga o'sha vizas bo'lsa 775 dollar, vizas yo'q bo'lsa 875 dollarga borib kelsangiz bo'ladi. Qolgan kunlarga 15 fevralgacha, mana 1 fevraldan bugun уже 29 yanvar, уже ancha yanvar joylarimiz to'lib qolgancha 1 fevraldan 15 fevralgacha seshanba, chorshanba kunlari Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. 1 hafta 2 kun. Namangandan 1 hafta 1 marta Namangan, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Toshkentdan kunora Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol aloqa qilib Central Holidays firmasi bilan birgalikda umra safarini qilib kelsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Litsenziya N0014 bemalol mana shu turibdi, litsenziyamiz ko'rinib turibdi mana bu ekranda. Bemalol kelib ko'rib tanishsalaring bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor, rasmiy kassalar bor. Bemalol kelib ko'rib tanishib, ma'qul bo'lsa, sizlarga to'g'ri keladigan kunlar bo'lsa, bemalol rasmiy kassada o'zimizning o'zbek so'm pulimizda bemalol to'lov qilaverasizlar. Xo'p, bundan tashqari 1 fevraldan 15 fevralgacha narx-navolari standart plus paketimiz o'zi 1100-1200 dan olinishi kerak. Bu narxlar balandroq bo'ladi. Sizlarga 1050 dollardan belgilandi. Mabodo sizlar ko'proq bo'ladigan bo'lsalar, misol 10 ta, 20 ta, 30 ta